aktrisalikdan shunaqa ko'tariladi. Hammasi shunaqa yuribdi deb menga shunaqa murojaat qilishgan. Kerak bo'lsa baqiraman, hozir yopishmayman deganman. Ziyoda, keling mana siz bilan ozgina ochiqroq gaplashaylik. Aktrisalik sohasida juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ladi-da, ko'p aktrisalar gapirgan. Qo'shimcha takliflar ham bo'lar ekanda, qo'shiqni ichidagi. Shunaqa takliflar sizga bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lgan. Bo'lgan, to'g'risini aytaman. Bu 3-4 ta odamdan bo'lgan. Qizlik davrimda ham bo'lgan. Turmush qurgandan keyin bo'lgan. Hattoki ismlarini aytishim shart emas. O'zligi juda ham yaxshi bilishadi. Kerak bo'lsa yopishmoqchi ham bo'lishgan. Studiyaga olib borib, "Sen nima deb o'ylamoqchi eding? Aktrisalikdan shunaqa ko'tariladi. Hammasi shunaqa yuribdi" deb menga shunaqa murojaat qilishgan. Kerak bo'lsa baqiraman, hozir yopishmayman deganman. Bunaqa bo'lsa kerak emas, men aktrisa bo'lmayman deganman, shu bilan chiqib ketganman. Lekin inson o'zi harakat qilib, o'qib, o'z kuchi bilan erishsa bo'lar ekan hamma narsaga va albatta inson qalbini toza qilish kerak.